Assalomu alaykum aziz qo'shiqsevar bolajonlar. Bolajon telekanal orqali Quvnoq notachalar ko'rsatuvi. Mana bahorning ham oxirgi kunlari o'tib bormoqda. 29-may juma kuni sizlar bilan aynan Bulbulcha ansamblining iqtidorli qo'shiqsevar bolalari bilan ko'rsatuvimizni boshlab olamiz. Demak, bolajonlar, ta'tilning ilk kunlari qanday o'tyapti? Zo'r. Nega? Mahallalarga borib keldinglarmi? Yaxshi ekanmi? Yaxshi. Kelinglar. Eng asosiysi, menda ham birinchi sinf tugatayotgan qizim bor, ota-onalarga tilxat yozdirib olishdi. Yozda bolalaringizlarda yo'l xavfsizlik qoidalariga, cho'milish qoidalariga rioya qilasizlar, o'zingizlar javob berasizlar deb bolalarimiz bizdan ham ko'proq xavotirlanishyapti, ustozlari, maktab ma'muriyati. Buning uchun albatta kattakon sizlarga rahmat. Endi asosiysi yo'lda yuradigan bizni yo'l belgilarimiz bor, to'g'rimi? Sizlarda eng asosiy yo'ldagi hodisalarni oldini oluvchi yo'l chiroq svetoforimiz bor, to'g'rimi? Ekran orqali bitta murojaat bilan chiqmoqchimiz. Hozirgi o'rganmoqchi bo'lgan svetofor qo'shig'imizning ming afsuski mualliflari haqida aniq ma'lumot bizda yo'q. Chunki bizga ushbu qo'shiq MP3 holatida, audio holatida kelgan. Juda ham chiroyli, juda ham ma'noli. Aynan bolajonlar uchun mo'ljallanganligi uchun ushbu qo'shiqni yoz faslidan oldin efirga berishni niyat qildik. Agar efirni ko'rayotgan mualliflar bo'ladigan bo'lsa, albatta biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Mualliflik huquqlarini albatta biz himoya qilamiz, to'g'rimi? Biz ham xohlaymiz kimning she'ri, kimning musiqasi e'lon qilinishini. Chunki sizlar yo'q, masalan, bu oq qog'oz, to'g'rimi? Agar unga shoir she'r yozib, kompozitor musiqa bastalaganda, ushbu jarayon mana bunday holatda qora va oqqa notalar bilan, matnlar bilan kelib qolishi mumkin edi. Masalan, bizda bundan oldingi ko'rsatuvimizda ketgan mahalla bolalari Anvar Obijon she'ri Avaz Mansurov musiqasi deb nomlangan edi. Hozir ming afsuski, svetofor shoiri va kompozitori, bastakori qidirilmoqda. Hozircha bizga noma'lum. O'shaning hisobiga, lekin qo'shiq yoqadimi sizlarga? Ha. Qo'shiq yoqqanligi uchun, juda ham mukammal bolalar uchun mo'ljallangani uchun biz uni efirga olib chiqyapmiz. Demak, aziz bolajonlar, ta'tilda butun O'zbekiston bolajonlari yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashlarini so'raymiz. Albatta, yo'ldan o'tayotganda yo'l chiroqlarimizga, svetoforlarimizga qaraymiz. Mashinalar uchun, avtomobillar uchun alohida yo'l chiroq bor, piyodalar uchun ham yo'l chiroqlar bor, bilasizlarmi? O'zimiz uchun odamcha turadi-yu, qizilda hamna qilib turadi. Yashil ketayotgan hamnaqasiga yurishlar qilib beradi-yu, svetofor. Yakunlashamiz. Xuddi o'sha bizni xavfsizligimizni ta'minlaydi. Ana o'shanga atab turib, hozircha bizga noma'lum kompozitor va shoirimiz svetofor qo'shig'ini yaratganlar. Kelinglar, ushbu qo'shiqni o'rganishdan oldin ovozlarimizni sozlab olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik yoki kelishdik. Yamali yo'llarda yurayapsizlarmi?
Yaxshi, ovoz sozlash mashqlarini boshlaymiz. Demak, ovoz sozlash mashqlarida quvnoq holatda har doimgidek an'anamizga sodiq svetoforni xususiyatlarini olib kiramiz ovoz sozlash mashqlariga. Nechta rangi bor? 2 Rang ajrata olmaysizmi? Svetoforda nechta rang bor desam sizlar, svetoforda 3 ta rang bor deb javob berasizlar. Kelishdingmi? Qani 2 ta rangini aytingchi? Qizil, yashil. O'rtasida yo'qmi hech narsa? Yo, pishkom odamchalar uchun. Sariq yo'qmi? Odamchalar uchun. Odamchalar, mashinaga, avtomobilga ham ogohlantirish nimasi, chirog'i sariq. Yo ehtiyot bo'l, to'xtaysan, qizilga tushamiz yoki harakatingni boshla deb ogohlantiradi. Nechta rang ekan? 3 ta. Yaxshi, sanashni o'rgandik. Svetoforda nechta rang bor? Svetoforda 3 ta rang bor. Svetoforda 3 ta rang bor. Svetoforda 3 ta rang bor. Ranglarini nomlarini aytingchi. Ranglarini nomlarini aytingchi. Xo'p, men aytaman, qizil, sariq, yam-yashil. Qizil, sariq, yam-yashil. To'tiqishmisizlar? Men savol bersam, savol meni qaytarib beryapsizlar. Sizlarning savolingizga javob bersam, javobimni yana qaytarib beryapsizlar. Bulbulcha nomidagi bolalar to'tiqish ansambli. Shunaqa? Qizil, sariq, yam-yashil. Qizil, sariq, yam-yashil. Qizil, sariq, yam-yashil. Qizil, sariq, yam-yashil. Yaxshi. Qizil chiroqda nima qilamiz? Sizlar aytasizlar, qizil chiroqda to'xtaymiz. Mana Diyora nima kiryapti biz bilan bitta oqimga kiryapti. Qizil chiroqda nima qilamiz? Qizil chiroqda to'xtaymiz. Yaxshi. Sariq chiroqda nima qilamiz? Sariq chiroqda tayyorlanamiz. Tayyorlanamiz. Yana savol beradi bular. Sariq chiroqda nima qilamiz? Sariq chiroqda tayyorlanamiz. Tayyorlanmadinglar. Xo'p, yashil chiroqda nima qilamiz? Yashil chiroqda yuramiz. Savolni qaytaramiz. Mukammalroq bolajonlar sizlar ham qo'shilinglar bizga. Qizil chiroqda nima qilamiz? Qizil chiroqda to'xtaymiz. Sariq chiroqda nima qilamiz? Sariq chiroqda tayyorlanamiz. Voy, juda zo'r tayyorlanyapsizlarda. Yashil chiroqda nima qilamiz? Yashil chiroqda yuramiz. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, piyodalarning nimasida 2 ta rang bor edi, to'g'ri aytdingiz. Qizil bilan yashil. Yaxshi. Endi kelinglar, hozir vaqtimizni ketkazmaylik-da, ovoz sozlash mashqlari aynan qo'shiq davomida ham sekin rivojlanadi, chunki ushbu qo'shig'imizning tonalnosti juda ham qulay zonada joylashgan. Kuylayotganda ham, gapirayotganda ham uncha mukammal ovoz sozlash talab etilmaydi. Ertalabdan beri gaplashyapsizlar, to'g'rimi? Ta'tildan beri sizlarda chakagilla tingani yo'q. Toshkentda 500 mahalla, uni shunaqa bo'lyapti-ku, to'g'rimi? Uydagilar qachon yana maktab boshlanadi deb quloqlarini bekitib olishgandi. Ustozlarga rahmat. Ota-onalar nomidan aytib qo'yamiz. To'g'rimi? Maktabga qarab turib, maktab seni sog'indim deb qo'yinglar. Maktab seni sog'inmadim. 3 kun bo'ldi-ku, sog'ingan bo'lishlar kerak-ku. Hali Kundami? 3 kunda. Bir kunda sog'inish kerak. Kun kerak. 300 kun. Mayli. Xo'p. Svetofor bor yo'llarda. Svetofor bor yo'llarda. Tartibni yaxshi ko'rar. Tartibni yaxshi ko'rar. Svetoforlar bor yo'llarda tartibni yaxshi ko'rar. Svetoforlar bor yo'llarda tartibni yaxshi ko'rar. Turli rangli chiroqlarda. Turli rangli chiroqlarda Harakatni boshqarar. harakatni boshqarar. Yaxshi, so'zini ma'nosini tushunyapsizlarmi? Ketdik. Svetofor tushundinglarmi ishqilib? Bo'ldi. Demak, qizil, sariq, yashil svetoforlar bor yo'llarda. Marhamat. Svetoforlar bor yo'llarda. Yaxshi, endi tartibni yaxshi ko'rar. Tartibni yaxshi ko'rar.
Baravarga hamma ikkalasini qo'shamiz. Svetoforlar bor yo'llarda, tartibni yaxshi ko'rar. Yaxshi, yomon emas. Turli rangli chiroqlarda. Turli rangli chiroqlarda, R yetishmayapti. Turli rangli chiroqlarda. turli rangli chiroqlarda, Yaxshi, harakatni boshqarar. harakatni boshqarar. Yaxshi, endi hozir biz yo'l patrul xizmati mashinasiga o'tiramiz. Tasavvurimizda YPX bor-ku, oq Lacettilarda yurishadi. Labe? Yo'l Patrul xizmati. O'sha inspektor akalarimiz mashinasiga o'tirib olamiz. Toshkent bo'ylab nazorat qilib boramiz o'zimiz. Tasavvurimizda hozir o'tirib oldik, ketdik, kuylab boramiz. Svetofor bor yo'l. 1 2 3 avariya bo'lib qolmaydi. 1 2 3 4 svetoforlar bor yo'llarda, tartibni yaxshi ko'rar. Turli rangli chiroqlarda, harakatni boshqarar. Harakatni boshqarar. Harakatni boshqarar. Yaxshi. Endi naqoradan diqqat bilan tinglanglar. Yonsa qizil chiroq. To'xtamoq kerak. Voy, qaytaringlar. Yonsa qizil chiroq. Yonsa qizil chiroq. Hozir aytganingizdek to'xtamoq kerak. To'xtamoq kerak. Qo'shamiz yonsa. Yonsa qizil chiroq. To'xtamoq kerak. Yaxshi. Stop, stop, stop. Biroz kutamiz. Men hozir ketaman, o'zinglar o'rgatib ketaverasizlar. Kelishdingmi? Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Biroz kutamiz. Stop, stop, stop. Biroz kutamiz. Yaxshi. Sariqda ogoh bo'l. Sariqda ogoh bo'l. Yurishga tayyor tur. Yurishga tayyor bo'l. Nimaga bo'l? Yurishga tayyor. Yo, tur. Tayyor turay, o'tirib olmaydi-yu. Yurishga tayyor tur. Yurishga tayyor tur. Yashilda esa oq yo'l. Yashilda esa oq yo'l. Yaxshi, yaxshi. Kelinglar, musiqasini tinglaymiz. Yonsa qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Shu joygacha. 1 2 3 4. Yonsa qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Yaxshi, Stop, yana stop, yana stop. shu joygacha desam, sizlarda ham stop ila ishlamadi sizlarda. Qizil sizlarga. 1 2 3 4. Yonsa qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Stop, stop, stop. Yog'ini aytasizlar dedimmi? Ha? Yonsa qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Shu joygacha. Ketdik. Yonsa qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Stop. Aytinglar shuni. Stop, stop, stop. Yaxshi, biroz kutamiz. Biroz kutamiz. Sariqda ogoh bo'l. Sariqda ogoh bo'l. Yaxshi, yurishga tayyor tur. Yurishga tayyor tur. Qani boshqacha musiqasi. Yurishga tayyor tur. Yurishga tayyor tur. Yaxshi, yashilda esa oq yo'l. Yashilda esa oq yo'l. Naqoratini boshdan oxirigacha 2 marta aytib qo'yinglar. 1 2 3 4. Yonsa qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Stop, stop, stop. Biroz kutamiz. Sariqda ogoh bo'l, yurishga tayyor tur. Yashilda esa oq yo'l. Yana bir marta. Qizil chiroq, to'xtamoq kerak. Baravarga stop. Qani ovoz. Biroz kutamiz. Yaxshi. Sariqda ogoh bo'l, yurishga tayyor bo'l. Yashilda esa oq yo'l. Yaxshi yetib olinglar sizlar. Demak, ikkinchi bandiga o'tamiz. Svetoforlar bo'lar turli. Turlimi? Ikkita bormidi? Yana qanaqa svetofor bor? Ano daraxt bo'lardi. Daraxtda, Svetofor. Elektronnik. elektronli, qolganlari nima? Sonli. Nima? YPX Sekundli. sekund. Hozirgi ko'p chorrahalarimizni haydovchi akalarimizni sabrini sinash uchun 80 dan boshlab turib orqaga qarab turishadi, to'g'rimi? Bir xil nimalarimiz bor, yashil 14 sekund yonadi xolos. Qizil 80 sekund ushlab turamiz, mayli. Hozir kunlarda yoz kunlarida menimcha ertalab chiqib ketsa foydasi bo'lsa kerak. Ishxonasiga yaxshi yetib oladi, tezda yetib oladi. Endi
svetoforlar bo'lar turli, avtomobil va piyodalar uchun. To'g'rimi? Hozirgi kuylaganimiz birinchi band nima uchun edi? Avtomobil uchunmidi? 3 ta chiroqlik. To'g'rimi? Xo'p, piyodalarga ham bor. Shunaqami? Ha. 2 ta chirog'i bor. Xo'p, demak noma'lum shoirimiz aytayaptilar, svetoforlar bo'lar turli, piyodalarga ham bor, chiroq esa odamchalik, amal qilamiz darhol. To'g'rimi? Sizlar ham amal qilasizlarmi? Ha, yo'q. Hozir kameralar chiqqan, Face ID yuzlaringni qarab turib, turar manzillarga chiroyligina xat boradi. Falonchiyev pistonchi, sizlarda rasmiylarda ham yozib nima qilib qo'yadi. Chiroyli bo'lyapti. Yo'l qoidalariga rioya qilmadi deb turib, ota-onalarni jarimaga tortadi. Albatta bu jarima o'z yo'liga, aziz, hurmatli, odobli, axloqli bolajonlar yo'l qoidalariga hamisha rioya qilishlarini so'rab qolamiz, taklif qilib qolamiz va talab qilamiz. Chunki bu sizlarning xavfsizliklaringiz uchun. To'g'rimi? Mashina ikki tomonda bo'lmasa ham qizildan mana shunaqasiga o'tib ketmanglar yo'ldan. Yoki uzoqdan yugurib o'tib olaman deb yugurib o'tib ketish mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Avariya bo'lishi mumkin, jarohat olishlari mumkin. O'shanga iltimos qilamiz va talab qilamiz. Yo'l qoidalariga qattiq rioya qilamiz. Demak, ikkinchi bandni so'zlarini qaytarib qo'yamiz. Svetoforlar bo'lar turli. Svetoforlar bo'lar turli. Piyodalarga ham bor. Piyodalarga ham bor. Voy, qo'noqni o'tirar faqat kuylashni biladi-yu. Chiroq esa odamchalik. Chiroq esa odamchalik. Barakalla. Amal qilamiz darhol. Amal qilamiz darhol. Yaxshi, svetoforlar bo'lar turli. 1 2 3 4. Svetoforlar bo'lar turli. Yaxshi, piyodalarga ham bor. Birinchi men. Piyodalarga ham bor. Yaxshi, eshitamiz. Chiroq esa odamchalik. Chiroq esa odamchalik. Zo'r, amal qilamiz darhol. Amal qilamiz darhol. Yaxshi, ikkinchi band boshdan oxirigacha. 1 2 3 4. Svetoforlar bo'lar turli. Piyodalarga ham bor. Yaxshi, bo'shashmaymiz. Chiroq esa odamchalik. Amal qilamiz darhol. Yaxshi, nahoratga o'tamiz. Yonsa qizil chiroq to'xtamoq kerak. Stop, stop, stop. Biroz kutamiz. Yaxshi. Sariqda ogoh bo'l, yurishga tayyor bo'l. Yashilda esa oq yo'l. Yaxshi. Demak, aziz bolajonlar, yo'l xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga targ'ibot uchun ushbu qo'shig'imizni o'rgandik. Hozir yakunlanishidan oldin boshdan oxirigacha jonli tarzda ijro qilib beramiz. Keyin raqsga tushamiz harakatlari bilan. Kelishdingmi? Bitta turib beringlar menga. Voy, Dilim. Qirsillaydi. qirsilliydimi? Qarib ketibsizlarda. Yaxshi, qani quvnoq qari notachalar. 1 2 3 4. Svetoforlar bo'lar turli. ana miya ham ketdi. Miyadagi qizilni yashilga aylantirib yuboramiz. Demak, qizil, sariq, yashil. Svetoforlar bo'lar turli. Kimdadir qo'l to'rimizni ishlab qolib shekilli. Ketdik, yuramiz. Yashil tushdi. Svetoforlar bor yo'llarda. Esga keldimi? Ha. 3 4. Svetoforlar bor yo'llarda. Yaxshi. Tartibni yaxshi ko'rar. Rostdanmi? Turli rangli chiroqlarda. Qanaqa ekan anga? Nimaga chalg'ayapsizlar? Qo'shiq kuylayotganda hech qachon san'atkor o'rgangan qo'shig'ini nima qilishi mumkin emas. Masalan, sizlar konsertda qo'shiq kuylayotgansizlar, bitta bezori kelib turib, nimadir qilsa, hamma qo'shig'inglar esdan chiqib ketadimi? Shunaqa bo'ladimi? Har xil joyda nima qilinglar? Savol beryapman, qo'shiq kuyladinglarmi? Ahamiyat beringlar-ku, lekin unaqa buzilib ketadigan darajada, adashib ketadigan darajada bo'lmasin. Kelishdingmi? Sinab ko'ramiz sizlarni. Ketdik. Qizil. Ogohlantiramiz. Yashil. Svetoforlar bor yo'llarda. Nimani yaxshi ko'radi? Tartibni yaxshi ko'rar. Turli chiroqmidi? Turli rangli chiroqlarda. Nimani boshqaradi? Tartibni boshqarar. Yaxshi, harakatni boshqarar. Aniq aytamiz. Ketdik. Xo'p, qizil yonsa nima qilamiz? Ketdik. Yonsa qizil chiroq to'xtamoq kerak. Stop, stop, stop.
yashilda esa oq yo'l. Yaxshi yetib olinglar. Ikkinchi kupletga yetib keldik mana. 1, 2, 3 svetoforlar bo'lar turli. 1, 2, 3 yashil. Svetoforlar bo'lar turli. Piyodalargamidi? Piyodalarga ham bor. Yaxshi. Odamchalikmidi? Odamchalik. Adashmaymiz? Amal qilamiz darhol. Moshda urib ketdingizlarmi? Svetofor bilan qo'shdi. Xo'p, nimaga sizlar piyodalar o'tish yo'lagidan yurmadinglar-da? Mana notalarda o'zini zebrali chiziqlari bo'ladigan bo'lsa, qora oq, sizlar boshqa notalarda yuribsizlar. Ketdik. Sakrayapmizmi? Xo'p, oxirgisi svetoforlar bo'lar turli. 1, 2, 3, 4. Svetoforlar bo'lar turli. Birini aytamiz. Piyodalarga ham bor. Yaxshi. Chiroqlarda odamchalik. Nima ekan u? Qilamiz darhol. Chiroq esa odam, chiroqcha yo'q o'tda. Chiroqchi salat yeganmisizlar? Chiroq esa odamchalik. Ketdik. Chiroq esa odamchalik. Amal qilamiz. Amal qilamiz darhol. Naqorat. Chiroq to'xtamoq kerak. Stop, stop, stop. Biroz kutamiz. Sariqda ogoh bo'l, yurishga tayyor tur. Yashilda esa oq yo'l. Yaxshi, qarsak olib qo'yamiz. Hurmatli aziz bolajonlar, ko'rsatuvimiz yakunida ushbu qo'shiqni ashula va raqs holatida sizlarga taqdim etamiz va keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. aziz bolajonlar, xayrlashishdan oldin sizlar butun ta'til davomida, undan keyin hayotinglar davomida yo'l qoidalariga Amal qiling.